Aziz do'stlar, barchaga xayrli kun. Bizda 7 kun oldin Singapur amaliyotini qilib bergandik, chiroyli qilib chiziqlarni shakllantirib bergandik bemorimizda. Mana bu esa bizning 7 kunlik natijamiz. E'tibor beradigan bo'lsa, ko'karishlar juda kam, ozgina yon tomonimiz ko'kargan. Endi izlarimizni qarasak, juda ingichka bityapti. Rezultatimiz esa oching push. Barmog'imga qaraymiz. Mana. E'tibor bersangizlar, chiziqlarimiz chiroyli shakllangan, tashqi burchaklar ko'tarilgan. 7 kunlik rezultat uchun zo'r. Achoklar bor. Ertaga achoklar yana ketsa agar, sekin ko'zimiz yana ochiladi, chiroylashadi. Bundan ham zo'r natija bo'ladi. Albatta sizlarga do'pposlik qilib ko'rsatamiz. Biz esa hozir iplarni yechamiz. Kuzatinglar, rahmat. Aziz do'stlar, aytganimizda yechdik, demak, natijalarini ko'rsatamiz sizlarga. Oching, o'zi ipga yechgandan keyin ancha chiroyli bo'lib qoldi. Вообще chiroyli shahlo ko'zlar, skladkalarimiz zo'r turibdi, tashqi burchaklarimiz ko'tarilgan, ikkalasi simmetrichni, atchoklar yo'q. Ozgina aytganimizdek ko'karishlar bor. Bu bizni bir haftalik natijamiz. Natijaga baho beringlar. Hammaga rahmat, qilishni davom etinglar. Oldingidek katta emas. Ko'zni yorug'i sal ochiladi. Endi kipriklaringizni ustini ko'rsangiz agar suv shimgan bo'lib, ya'ni kolbasaga o'xshab shishib turibdi. Ertaga bu achoklar ketsa, chizig'imiz yana plavni chiroyli bo'ladi, ko'z ochiladi va shu idealniy rezultat bo'ladi. No, hacha hozir ham zo'r. Necha soat qildik? 1,5. Ha, o'zi odatda yarim soatda tugataman, siznikini 1,5 soat qildik. Bo'ldi.